Hozir 1 daqiqa ichida ayollarni eng ko'p bezovta qiladigan muammolarni yechimi haqida aytaman. Qindagi achishish, qichishish va turli muammolarda uy sharoitida birinchi yordam berish usulini o'rgataman. Qindagi yashil ajralmaga L-Gina, sarg'imtir ajralmaga Metronik. Yoshi katta ayollarimizda qindagi quruqlik muammosiga Ablipixa shamchalari. Jinsiy aloqadan keyin qin achishida metil-uratil. Qindagi noxush hidni davolashda Calpodex. Qindagi tvaroksimon ajratmaga Nystatin. Vaginal infeksiya profilaktikasida Ledimet. Homiladorlarda qindan ajralma kelganda Gexivac. Ayollardagi zamburug'li infeksiyalarda Neostrin. Qindagi bakteriyalarga qarshi Neometran. Tug'ruqdan keyingi yoriqlarga metil-uratil, maziya. Qindagi yiringli ajratmalarga Vishnevskiy maziya. Prokladkadan keyin qizarishda Levomikol yordam beradi. Jinsiy aloqadan keyin achishga Intrizol maziya. Video foydali bo'lgan bo'lsa, mehrli like bosib, dugonalaringizga yuborib qo'ying.